Oxirgi paytda ko'plab munozaralarga sabab bo'layotgan omega 3 qaysi holatlarda qabul qilganimiz foydali-yu, qaysi holatlarda qabul qilmaganimiz yaxshiroq. Omega 3 qabul qilishda bir necha qarshi ko'rsatmalar bo'lib, bularga tuberkulyozni aktiv darajasi, qalqonsimon bez faoliyatini buzilishi, giperfunksiya, qonda kalsiy miqdorini oshishi, 12 barmoqli ichak va oshqozon ichak yara kasalligi, jigar va buyrak faoliyatini yetishmovchiligi. Bu kasalliklar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, omega 3 ichmaganingiz ma'qul. Omega 3 organizmda yurak qon tomir tizimini, bosh miya faoliyatini yaxshilaydi. Organizmdagi xolesterin miqdorini pasaytiradi va ksenoestrogenni organizmdan olib chiqib ketadi. Bundan tashqari, homilador ayollarda homila rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bolalarda aqliy rivojlanish va darslarni o'zlashtirishga yaxshi yordam ko'rsatadi. Bundan tashqari, sochlaringizni mustahkamligi, jilokorligi va ko'zlaringizni ravshanligiga sababchi bo'ladi. Kerakli va foydali ma'lumotlar sahifamda obuna bo'ling.